Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun o'sha mashhur bo'lgan 952.2 traktorimiz hamda Yuto Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan Yutoni NLX 904 traktorini batafsil bir obzorini qilib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Narxlari bilan video davomini tanishtirib, xarid qilish usullarini ham birgalikda akalarimiz bilan tanishtirib o'rganib ketamiz. Batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, albatta quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ulug'bek, unda qaysi biridan boshlaymiz birinchi? Aka, men Belarusdan boshlaymiz deb o'ylayman. Albatta, unda Belarus oxirida tushuntirib ketamiz. Bu traktor qandayligini. 904 hamda 952.2 traktorlarimizni obzor qilib o'tamiz. Belarus 952.2 traktorimiz Belarus davlatida ishlab chiqarilgan, o'sha Minsk motorniy zavodini dvigatellari bilan jihozlangan traktorimiz. 90 ot kuchi, turbo kompressorlari bor bu traktorimizda. Dvigatellarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda generatorlari. Bu traktorimizda konditsionerlari ham bor. 2025-yilgi yangi partiyasi. Farsunka apparat qismlari oddiy farsunka bo'ladi. Hozir apparati ham oddiy rossiyskiy apparat, filtrlari ko'rishingiz mumkin. Bu traktorimizda orqa naviskalari ham ancha usulini qilingan. Hozir naviskalarni ham ko'ramiz. Ko'plab traktorlarimizda bo'lganida bu oldi qismlari ham o'sha balishli mostda, katta mostda kelgan 952.2 traktorlarimiz. Tashqi ko'rinishlari ham, dizaynlari ham ancha o'zgarib kelgan, faralari ham o'sha letniy. Nechinchi yil aka, 2025 mi? 2025-yilgi. Yaqinda Rastomochkadan chiqarganmiz. Mana kelib ko'rishlaringiz mumkin. Ko'p akalarimiz 2025 qayerdan biladi? Asosan oynasiga qarab biladi. Oynasida 25-yilga o'zi pechatlangan turgan bo'ladi. Bundan tashqari orqa birkalaridan ham salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismidan ham bilib oladi. Mana sidinalari ham pilotniy sidinada kelgan, konditsionerlari, magnitofon, magnitola hammasi bor. Buni salon qismida bitta video obzorini ham alohida bir to'xtalib o'tamiz. O'sha mashhur Belarusda belshina balonlari taqilgan, orqa naviskasi, elektrochas, gidravlika qismlari ham zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Orqa naviskasi ham oldingi 952.2 larga qaraganda ancha usulini qilingan. Yuk ko'tarish qobiliyatlarini ham juda mustahkam ishlangan. Puluklar taqadiganlari ham o'zi akalarimiz biladi buni. Mana pritsepnoylari ham, vomlari ham 540 ga 1000 оборотda ishlaydi. Plastmassasi hozir mana yangilanganda baklari ham plastmassa bo'lib kelyapti. Salarka ham ko'p qolib ketgandan keyin temirda korroziyaga uchrash holatlari kuzatiladi-da. O'shaning uchun plastmassaga yangilangan anoga o'tyapti. Bu traktorimiz haqida qisqacha ma'lumotlar mana shular. Yana korobka deydi. Buni sinxron korobkali bo'ladi. Sinxron korobkali 4 talik skorosta bo'ladi. Xuddi shuni 892.2 traktorlarimiz bor. Ot kuchlari bir xil, motorlari bir xil. Faqat korobkasida farq qiladi. Sinxron korobka emasda, ular oddiy mexanik 9 talik korobka bo'ladi. Skorostlari ham o'shandan farq qiladi. Buniki 4 talik bo'ladi. Hozir bularni ham bir test qilib ko'ramiz, Ulug'bek. Bo'ldi aka. O'zi haydab berib ko'rsatasiz. O'zi traktorlarimizni test qilib o'rganib, traktor haydashni ham o'rganib oldik. Endi bosqi traktor haydashni bilmasdilar oldin. Boshida kelganimizda bilmasdik. Bu traktorimiz haqida qisqacha ma'lumotlar shular. Oldiga toshlari zavodskoy o'zi yo'q. Belarus zavodida 1221 dan 1221.2 1221.3 traktorlarimizda zavodskoy toshlari bilan kelyapti. Lekin Traktor Borus kompaniyasi xodimlari, injener akalarimiz, Habulla akalarimiz bilan birgalikda akalarimizga yengillik bo'lsin, yengillik qilish maqsadida ko'chadan izlab yurmasdan zavodskoy Belarusdan toshlarni ham olib keltirib qo'yganmiz. Kilosiga qarab taqib beramiz. Narxlarini ham kelishtirgan holatda ustanovka qilib beramiz. Tushunishim bo'yicha Yutoda ham o'zining toshlari bor. Zavodskiy bu Yevro standartlarga javob beradigan Yuto traktorlarimizda zavodskiy toshlari bor. O'zining bu toshlari. Endi albatta uni test drive'dan keyin gapirib ketamiz. Ularda ham bitta test drive'dan keyin gapirib ketamiz. Bu 952.2 traktorimiz ko'p akalarimiz 1025 bilan solishtiradi-da, lekin 1025 da ot kuchi baribir ko'proq, chunki motorida farq qiladi ikkalasida. Motorda ancha farq qiladi. Akalar, narx bo'yicha bizga negativ qilmanglar. Narx bo'yicha albatta negativ bo'lishi. Kommentariyada har ikkinchi aka yozadi narx bo'yicha. Narxiga to'xtalsak endi, hozirgi kunda traktor Borusdagi narxi 952.2 ni 395 million so'm. Bir qatorda 904 traktorni ham aytib o'taylik. Xuddi shunaqa 904 90 ot kuchli traktorimiz narxi 360 million so'm. Endi albatta narx puliga olishsa 100% to'lovga, bundan tashqari
chegirmalari bor, bonuslari bor. Bonuslarini ham bir videoda, oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tgandik, qanaqa bonuslar bo'lishini. Albatta, qiziqgan akalar quyidagi quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsin. Doim xizmatingizdamiz. Bemalol 24/7 Abbos aka. 24/7. Endi Yuto 904 traktorimizga kelsak, NLX. Bu traktorimizda Yuto zavodini o'zini motori turibdi. Apparat qismlari ham kelib ko'rishingiz mumkin. Oddiy apparat, forsunka emas. Filtrlari, baklarini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Traktorimiz 67 kilovatli, 90 ot kuchi, 90 ot kuchli dvigatel bilan jihozlangan. Kapotimizda 90 ot kuchli motor dvigatellar Yutoni o'sha Yuto zavodini dvigateli bilan jihozlangan. Ko'p kompaniyalarda bilishingiz mumkin. Xuddi mana shu berkali, mana shu xuddi shunaqangi motorlarda Yevro standartga javob beradigan eng zo'r motorni boshqa brendlarda ham ko'rishingiz mumkin. Aynan qaysi brendligini aytib o'tishimiz kerak emas, lekin ko'plab traktor sotayotgan akalarimizda o'sha xuddi shuni Yuto zavodini motori turibdi. Kelib ko'rishingiz mumkin. Bu tashqi ko'rinishiga ham bir e'tibor berib o'tamiz. Yuto traktorimiz o'sha qora va qizil rangli kombinatsiyalashgan, tashqarisi kapsula shaklda. Kapsula shaklga o'xshash degani bu ko'p eshiklari ham oyna qutlashni, bu salon qismimiz, zadniy kamera, ventilyator qo'shimcha luklari bilan konditsioner, bundan tashqari mana oldida pardalar ham bor-da, Ulug'bek. Yana magnitofon, magnitolalar bilan jihozlangan. Bu traktorimizda ham balonlari o'sha advance balondan qo'yilgan, mashhur yumshoq, O'zbekiston sharoitiga juda mos tushadigan. Sababi O'zbekiston sharoitida qattiq yerlar ko'p, o'shanga moslab yumshoq balon olib qo'yganmiz. Qiynalishmaydi. Yuto traktorlarimiz aytib o'tganimizdek, o'tgan videodagida mana orqa balonlarida ham balansirovka toshlari bor-da. Buni nafaqat oldida, balki orqa balonda ham balansirovka toshlari bor. Orqa naviskasiga. Naviska qismiga keladigan bo'lsak, Yuto 904 traktorimiz. Naviska, elektrochas, gidravlika qismlari zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Bu ruchnoy ko'tarib tushiradigan, orqani ruchnoy qo'lda tushiradigan apparatlari ham bor. Vomlari ham 540 ming оборотda bemalol ishlaydi. Mana kelib ustiga ham yozib qo'yadi-da Yutoda. Ulug'bek bitta ko'rsating. 540 ming. Bu traktorimizda reverslari ham bor, ichki bortovoy hisoblanadi. Silindrlari ham 2 talik silindrli, 2,5 tonnagacha bo'lgan yuklarni ham bemalol ko'taradi. Chaqqonligi ham o'ta chaqqon. Traktorimizda yana o'sha gidravlika, korobka, gidravlika, rulovoy sistemasiga o'tadigan bo'lsak, bu alohida bachokda hammasi ko'rishingiz mumkin. Bachoklari ham alohida. Bu yoqda ham mana korobkalarniki. Bu alohida bo'lganligi sababli bizda O'zbekiston sharoitida har xil akalarimiz har xil pritseplar taqib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun moylari eski moy bu yoqqa aralashib ketganda ko'plab o'sha nosozliklarga olib kelyapti. O'shani oldini olish maqsadida bizda glавный injenerimiz bor. Injenerimiz maxsus borib Xitoy zavodiga, Yuto zavodiga borib zakaz berib, xuddi shunaqangi olib kelyapti. Izohlar ham bo'ldi. Bu izohlarga aka Yuto traktorini menimcha ko'plab akalarimiz Belarusdan ancha past ko'rishlari mumkin, lekin Yuto olgan akalardan kutib qolamiz endi kommentariyani o'zlari bir tafsirlab yozib ketsin. Negativ akalarimizga ham bemalol kelib Yuto traktorlarini haydab test drive qilib, olgan akalar bilan ham bitta fikr almashishlari mumkin. Hozirgi vaqtda endi baribir zamonaviy traktorlarda Yevro standartlarga javob beradigan bo'lib, zamonaviy narx jihatdan ham, komfort jihatdan ham zamonaviy qilib kelinyapti. Akalar, Traktor Boros kompaniya va Abbos aka yomon texnika sizga ko'rsatmaymiz. Albatta. Hammasi xalqimiz uchun. Bundan tashqari yana bir narsani Ulug'bek to'xtalib o'tishimiz kerak. Servis center eng asosiy qismlaridan biri. Albatta, sababi 904 Yuto traktorlarini nafaqat 904 mini, katta ot kuchi, 240 ot kuchi traktorlarni oldingizmi, servis sentrimiz bor bizda. Yuto traktorlarni rasmiy dilerimiz. Bundan tashqari O'zbekistonda yagona bo'lgan servis sentriga ham egamiz. 1 yil yoki 1,5 ming motosoat ikkalasiga ham 952 ham Yuto traktorlariga ham
motor korobka qismiga garantiyamiz ham bor. Albatta, qiziqgan bo'lsangiz shu traktorga quyidagi raqamlarga chiqaverasizlar. Quyidagi- Va sizga batafsil ma'lumot, ko'proq ma'lumot Abbos ukamiz beradilar. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va texnikani egasiga aylanishingizga tezroq yordam beramiz va maslahat ham berib o'tamiz. Xarid qilish usullarini ham bir Gapirib ketaylik aka. Albatta, xarid qilish usullarini ham to'xtalib o'taylik. Unda texnikamizga pulim kamroq degan akalarimizga boshlang'ich 25% bilan har to'lov grafikini ham har 6 oyga bir qiladigan qilib chiqarib beramiz. Pul ko'chirish yoki naqd pul desangiz ham bemalol Xudo xolasa bir kun ichida ishlaringizni bitirib, bonuslari bilan chegirmalar asosida traktorni o'z egasiga aylanishingizga yordam beramiz. Batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Unda Ulug'bek bir an'anamizga sodiq qolgan holda bitta haydab ko'ramiz buni. Bo'ldi aka, bitta haydab ko'ramiz, test drive qilib beradi. Hammasini bir test drive ko'ramiz. Birinchi Ovozlarni ham, motorlar ovozlarini ham eshitib ketishadi, xudo xolasa. To'g'ri unda. 952 dan boshlaylik unda. Bu 952.2 traktorimiz. Skoslar yangi bo'lib turibdi, hali yurmagan. Zavoddan shunday ortganda olib kelib turgan. Soatlarni ham, matachaslarni ham ko'rishingiz mumkin. Hali bir matachasiga ham yetmagan. Sal qiyinroq skosga tushishi. Bu traktorimiz sababi ochilib ketgancha. Endi Yuto 904 traktorini ko'ramiz. Boshqacha. Buni yuriklari Yurish-turishlari aka, u boshqacha bor, boshqacha. Versi bo'lgani ham yaxshi, qo'l avtomat ancha chaqqon ko'rishlaringiz mumkin. Endi men oddiy mana havaskormiz biz. Havaskorlik bo'lib turib, mana shuncha haydayapmiz. Endi professional akalarimiz kelib ko'rishlari mumkin. Bemalol test drive qilib, bosib ko'rishlari mumkin. Aytganimizdek, shu traktor sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, quyidagi nomerlarga chiqaverasizlar. Yuto olgan, Yuto olmoqchi bo'lgan akalar kommentariyaga Yuto so'zini Belarus 950.2 ga qiziqib, xuddi shunaqangi turbo kompressorli traktor olmoqchi yurgan akalar albatta Belarus 950 so'zini kommentariyaga yozib qoldirsin. Endi akalar o'zligi tanlashadi. 952.2 mi yoki 904 mi, hammasi o'zligining qo'lingida. Endi xohlasangi 904. Faqat bulardan iltimos qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bossin, obuna bo'lsin va do'stlariga ulashib qo'ysin. Kommentariyaga o'z izohlarini yozib qoldirsa, har bir izoh biz uchun juda ham muhim. Negativ bo'lsa ham, negativ bo'lmasa ham. Bo'lsa ham farqi yo'q. Har bir izoh biz uchun muhim. Ko'rishguncha xayr endi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu videoga like va albatta obuna. Quyidagi raqamlarga chiqaverasizlar. Albatta quyidagi raqamlarga olib chiqarasiz. Endi keyingi videoni ham olishimiz kerak, Ulug'bek. Bo'ldi aka, ketdi.